Salam köpçülük. Bugün Tongshovenze qo'riq usulini ko'rsatmoqchi. Hamda bu go'shtni parchalab, go'sht izish mashinasiga silib izib olamiz. Hamda buningga so'ng piyozni azroq sinjamazga to'g'rab solamiz. Endi bu go'shtni tamlantiramiz. Go'shtga tuz, qo'ja uni, aqmush, azroq yeyjan, jijim azroq. Birdan tuxum aralashtiramiz. Endi bu tayyor qilib olgan qo'ja suyini quyamiz. Hamda bu vanzniki qo'shimcha materiallarni to'g'raymiz. So'ng piyozni atquloq shaklda to'g'raymiz. Palakni qisqa qilib to'g'raymiz. Sinjangni hech shaklda to'g'raymiz. Qizil lozni inchikka qilib to'g'raymiz. Samsoqni yaplaq qilib to'g'raymiz. Chilib olgan mo'rni parchalab olamiz. Endi bu qo'shimcha materiallarni to'g'rab bo'ldik. Mushu materiallar bilan mushu Tongshovenze qo'rilib chiqadi. Qozonni qizitib, ko'proq moy quyib, qizg'andan keyin vanz solamiz. Ama vanz sag'irgan chog'da suzib olamiz. So'ng piyoz solamiz. Ani keyin sinjang solamiz. Laz qiyamdan oldin solamiz. Aqmush, zira. Azroq jon yo'q. Endi qo'shimcha material solamiz vaqtida. Mana bitti.